Texnikol kompaniyasi ikki xil turdagi PVH membranalar ishlab chiqaradi. Birinchisi bu tom qismiga, ikkinchisi bu fundament stelobат tunnel qismiga gidroizolyatsionni materiallar ishlab chiqaradi. Birinchisi bu tom qismiga ishlab chiqariladigan PVH membranalarimiz. Bu membranalarimizni oti Logic Roof, Eco Roof markasida ishlab chiqariladi. Bu materiallarimiz armirovka bilan ishlab chiqariladi. Armirovka bizga mexaniki qandaydir повреждениялар bo'lmasligi uchun shu montaj paytida, ya'ni ekspluatatsiya paytida повреждение bo'lmasligi uchun armirovka bilan ishlatiladi. Bu materiallarimizni ishlash muddati 100 yilni tashkil etadi va 100 yil ichida ultrafioletовый luchlardan ham himoya qilib, o'z xususiyatini saqlagan holda 100 yil turib beradi.